Hurmatli obunachilar, Qirg'iziston shvedni zo'rin so'raganlarga, aka bozorda ham mesni mollar to'lib ketdi deydigan akalar uchun Qirg'iziston parodani gullaridan inshaalloh zo'rlaridan bor. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz akalar. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, Qirg'iziston shved parodi ishqibozlari, Muslim chorva kanalining ashaddiy obunachilar akalar. Kecha video qilgandik, 7 bosh qo'ygandik, to'g'rimi? Navbatdan keyin. Bugun yana 2 bosh buqachalarimiz yetib keldi. Mana hozir to'liq bo'ldi. Yana bir tanishtirib qo'yapman. Endi 7 tani emas, 9 tani bir dagovor qilaverasizlar akalar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan bo'lyapti, o'zimizning xonadondan. Qaranglar, shvet so'raganlarga. Ozgina qurib qo'ygan xolos akalar. Bir hafta 10 kun tanasiga suyurib bo'lsa mollar ko'rasizlar. Mana eng kichkintoy deganim oyoq qo'llan qaranglar. Ham yo'q joyida, prosta ves yo'qotgan akalar. Qaranglar. Keyin yana Qirg'iziston ochildimi deb gapiryapsizlar akalar. Qirg'iziston ochilgan yo'q. Qirg'iziston ochilgan bo'lsa, Qirg'iziston ochilgan deb aytamiz akalar. Bular saqlanib turgan mollar akalar. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz. Xudo xolasa. Qaranglar. Yuvoshligini qaranglar bularni. Zo'rlarini, gullarini so'raganlarga. Endi eng kichkinasidan boshlaylik a. Videoni qisqa qilamiz. Qaranglar mana. Eng kichkinasi ham mana qora mesni parodiga o'xshaveradi akalar mana. Mesni parod shved emas, ammo o'zgarishi, yeb ichishi zo'r bo'ladi. Qirg'iziston parodani bahaykallar biladi. Prosta jicha ves yo'qotgan akalar mana. Ko'rib turibsizlar mana. Ko'rasizlar, qurib qo'ygan mollar akalar. Ozgina tanasiga suyurib bo'lsa, xudo xolasa zo'r bo'lib ketadi. Bo'ylari 99 sm chiqyapti akalar, 1 metr atrofida uzoq. 12,5 millionga bo'lsa beramiz akalar. Hayra bor, dastlabkasi vodiy bo'ylab. Endi yani yangi qo'shilib qolgan mollarimiz bor. Bitta shved. Bo'ylari 1.5 plus. Bitta, qaranglar, yaxshi ko'rib olinglar. Birinchisi. Keyin mana ikkinchisi, mana qaranglar, gumba so'rgan. Bu donalabga qimmat akalar mana. Ikkita akalar. Ikkinchisi manosi bor, uchinchisi. Ko'rib olinglar, qashqa. Videoni aytib o'tyapman. 1, 2, 3-chi. Mana 1, 2, 3. 3tasini bitta joyga 16 million 500 ming so'mdan bo'lsa beramiz akalar. 16 million 500 dan bular 1.5 plus. Endi qanaqa mol olaman deydiganlar ham ko'rib qo'yinglar. 16 million 500 ming so'mga ushatman qo'ymaydi bozorda. Ko'ringlarchi? 20 million deyaveryapti buni buzoqlarni. Mana. Bu 4 oylik, ana ikkosi 6 oylikdan akalar. Ko'ringlar. 6 oy, 7 oylikdan. O 4 oylik mana eng kichkinasi. Lekin sifati zo'r mana. 1.5 plusdanga 16 million 500 dan bo'lsa beramiz. Tanlab olishga akalar kelishamiz ular. Mana buni eng qimmati mana shu. Ikkinchisida nargis. Endi 5 ta buqachamiz qolyapti mana. 1.15 plus minus. 1, 2, mana 3, 4, mana bilan 5 mana qora bilan. Mana ko'ryapsizlar-a? 5 tasini bir joyga bo'lsa akalar. 5 tas bir joyga bo'lsa nechta bilan narxasam bo'ladi. 18 milliondan kecha qo'ydim. 17 million 900 dan bo'lsa bir joyga bo'lsa beramiz akalar. 17 million 900 dan bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5 eng zo'rlarini so'raganlarga 17 million 900 dan bo'lsa aloqaga chiqinglar akalar. Mana. Liboy joyga solishtiringlar mollarda akalar. Shved, talg'ar o'ta kuchli. Manovi, o alatu bor, o'ta kuchli. Bitta qora bor akalar. 5 tasini bir joyga olganga 17 million 900 dan bo'lsa beramiz. Xudo xolasa. Screenshot qilib olinglar akalar. Screenshot mana 1, 2, 3, 4, 5 ta o'zi ko'rinib turibdi-yu. Mana. Qanaqa mol deganga mana. Mana uni ko'rmayapsizlar-a mana. Mana. O'ta kuchli mol akalar mana. Hammasini ko'rsatay mana. Hayda. Mana 5 talik bitta ko'rsatay mana. Akalar. Mana. Molni gullari. Mana. Endi yo'q aka, 9 tasini bir joyga olaman deganga akalar. 9 tasini bir joyga o'ta yengil qilaman. 17 milliondan emas. 16 million 600 dan bo'lsa aloqaga chiqinglar ekan. 16 million 600 dan o'ta shikalat narx. Bitta mash kichkintoy deb turib hammasi narx tushib ketdi mana. 16 million 600 dan aloqaga chiqinglar. To'g'ri, 16 million 600 ga buni ham olasizlar. Lekin 18 millionlarni ham olasizlar-da. Mana bu ham 2-3 oydan keyin 16 million 600 bo'lib qolsa, xudo xolasa bular juda
baland pozitsiyada turgan bo'ladi-da, xudo xolasa. Ana bitta joyga olgan odam yutadi. Dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beramiz. 16 million 600 dan oladigan odam aloqaga chiqinglar mana. Hammasini bir joy, bitta kichkina bor xolos. Ko'rib turibsizlar akalar. Mana. Molni gullarini olaman deganlarga ajoyib variant. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz. Boshqa viloyatlarga kelishamiz akalar. Hammaga rahmat.